Artel O'rta Osiyoning eng yirik maishiy texnika va elektronika ishlab chiqaruvchi korxonasi. Kompaniya o'z faoliyatini 2011-yilda gaz plitalarini ishlab chiqarishdan boshlagan. Bugungi kunda Artel kompaniyasi xonadoningiz uchun zarur bo'lgan barcha turdagi maishiy texnikalar ishlab chiqaradi. Artel konditsioner, mikroto'lqinli pech, mini pech, gaz va elektr plitalari, televizorlar, sovutgichlar, mobil telefonlar, chang yutgichlar, kichik maishiy texnikasi kabi mahsulotlar shular jumlasidan. Biz hozir Artel zavodining sovutgich ishlab chiqarish korxonasi bilan yaqindan tanishamiz. Zavod Toshkent shahri Rohat hududida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 34 gektarni tashkil etadi. Ayni kunda zavodda kuniga 2000 dona sovutgich ishlab chiqarilmoqda. Artel maishiy va savdo sovutgichlari zamonning o'zgarishlariga javob bera oladi. Sababi sovutgichlar eng zamonaviy uskunalar yordamida dunyoning yetakchi texnologiyalarini qo'llagan holda ishlab chiqariladi. Ushbu korxonada sovutgichlarni ishlab chiqarishda jahonning ilg'or tajribasi joriy etilgan. Artel sovutgich ishlab chiqarish korxonasi zavodida murakkab maishiy texnikalar va liniyalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan eng so'nggi turdagi uskunalar o'rnatilgan. Komi, Ulvak, Inficon, King Power, Sunmine shular jumlasidandir. Yuqori texnologik uskunalar qo'llanilganligi tufayli ishlab chiqarish jarayonlari butunlay avtomatlashtirilgan. Amalga oshirilgan jarayonlarning sifati nazorati Electron Technologies, SAP, MAS tizimlari yordamida har bir bosqich tekshirib boriladi. Zavodga xomashyo ko'rinishda kirib kelgan mahsulot tayyor maishiy texnika ko'rinishiga keltiriladi. Metallni qayta ishlash, unga rang berish, kerakli o'lchamda kesish va dizayn qilish kabi muhim vazifalar to'liq avtomatlashgan. Artel o'z mahsulotlarini, jumladan sovutgichlarni ham muntazam modernizatsiyalashga, yanada mukammal, qulay va sifatli qilib ishlab chiqarishga harakat qilib kelmoqda. Artel sovutgichlari iste'mol bozorida raqobatbardosh, ishonchli, sifatli va ayni paytda ommabop, xaridorlar kutganidan ham afzalroq mahsulotni yetkazib berish yo'li bilan ichki va tashqi bozorlarga kirib bormoqda. O'z ish joyimni, ishxonamni juda ham yaxshi ko'raman. 4 ta farzandim bor. Shu korxona orqasidan qizimni uzatdim. Qolgan bolalarimni ham o'qityapman. Yaxshi ishchilarga korxonamizda har oyda rag'batlantirishlar bo'ladi. O'zimizda ishlab chiqarilgan tifa choynaklari, dazmollar, mikropechlar berishadi ishchilarga rag'batlantirish uchun. Men ham shunday sovg'alardan olganman. Sovutgichlardagi A+ belgi nimani anglatishini bilasizmi? Artel kompaniyasi sovutgichlar ishlab chiqarishni 2013-yilda yo'lga qo'ygan. O'shanda zavod 7 ta modeldagi sovutgichlarni ishlab chiqarishni boshlagan. Iste'molchi o'zi xarid qilayotgan mahsulot sifatli, kam xarajatli va uzoq vaqt xizmat qilishini talab etadi. Artel sovutgichlar ishlab chiqarish korxonasi ana shu natijaga erishish uchun doimiy izlanishlar olib bormoqda. Bu yerda biz xolodilniklarni funksional jihatdan tekshiruvlar olib boramiz. Bizda turli tekshiruv usullarimiz bor. Muzlatgichlarimiz liniyalardan tekshirishdan tashqari bizda bu yoqda 3% har kunlik 3% chiquvchi xolodilniklarimizni ortiqcha yana tekshiruv usullarimiz bor. Bular ko'p muddatli usullar hisoblanadi. Turli kinetik kameralarimiz va boshqa tekshiruv usullarimiz bor. Bundan tashqari har bir muzlatgichni o'zini ishlash harorati, ishlash funksiyalari hammasi bizda saqlanib boriladi. Iste'molchilarimizga muzlatgichlarni sifatli yetkazib beramiz. Artel sovutgichlarida sovutish tizimidagi peshqadam germetik kompressorlaridan foydalaniladi. Ular yuqori ishonchliligi, shovqinsiz ishlashi, elektr energiyani kam xarajat qilishi, elektr tarmoq kuchlanishi o'ynab ketishiga turg'unligi bilan ajralib turadi. Artel sovutgichlarining sifati, ishlab chiqarishni nazorat qilish ko'p bosqichli tizim bois yuqori sanaladi. Shuningdek, xodimlarning yuqori malakasini kafolatlagan holda xalqaro standartlarning talabiga to'la-to'kis javob beradi. Bu esa raqobatbardoshlikning muhim talablaridan biri. Artel korxonasida 2015-yildan buyon ishlayman. Ishim o'zimga juda ham yoqadi. Unda men mana shu mashinani boshqaraman. Unda bizga juda ham katta yengilliklar beradi bu mashina. Qo'limizda kam harakat qilib, shu changlarni tozalashda juda katta yordam tegadi. Bizda korxonamiz juda ham katta. Unda ahil bino bo'lib ishlaymiz. Har oy ishchilarga rag'batlantiriladi. sertifikatlar berib, oyning eng yaxshi ishchisi degan sertifikat bilan
Qora Samarqandga olib borishgan unda kompaniya tomonidan. Ishim o'zimga yoqadi. Chetda mana shuncha yildan buyon ishlab kelyapman. Mahsulot sifatini tekshirish uchun zavodda maxsus iqlim xonasi mavjud bo'lib, unda sovutgich turli ob-havo sharoitida qanday ishlashi va qancha elektr sarf qilishi tekshiriladi. Mahsulot sifatiga to'la javob berishga ishonch hosil qilingach, sotuvga chiqariladi. Intellektual boshqaruv paneliga ega sovutgichning yana bir e'tiborli jihati shundaki, agar sovutgichda nosozlik paydo bo'lsa, u sizni tovushli signal bilan ogohlantiradi. Shuningdek, barcha modellar 3 ta yulduzchaga ega. Bitta yulduzcha -6 darajagacha sovutishni anglatadi. Ya'ni 3 ta yulduzchaga ega sovutgich -18 darajadan ham pastroq sovutish kuchiga ega. Kompaniya barcha xodimlari malakasini va mahoratlarini oshirish, mehnat faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni rag'batlantirish uchun ijtimoiy yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshiryapti. Bu kompaniya xodimlari birinchi navbatda yuqori malakaga, katta tajribaga ega, qo'shimcha o'quv mashg'ulot o'tagan mutaxassislardir. Aksariyati 28-30 yosh oralig'idagi o'z sohasini puxta egallagan xodimlar tashkil etadi. Bizning korxonamizda 1,5 mingga yaqin ishchi xodim ishlaydi. Bu ishchi xodimlarni yaxshi ishlashi uchun hamma shart-sharoitlar yaratib berilgan. Ya'ni transport xizmati, oshxona xizmati va maxsus kiyim bilan ta'minlangan. Korxonamizning yillik ishlab chiqarish quvvati 750 ming dona bo'lib, hozirgi kunda 2 smena, ya'ni tungi va kechki smena tashkil qilingan va sutkalik 2000 ta xolodilnik ishlab chiqariladi. Korxonamizda Artel, Shivaki, Samsung brendi ostida 30 xil turdagi xolodilniklar ishlab chiqarilib, mahalliy va eksport bozorlariga yetkazib beriladi. Bu sovutgichlarni ishlab chiqarishda har bir jarayon sifat nazoratidan o'tadi va laboratoriya sinovlaridan o'tkazilinib, iste'molchilarga yetkazib beriladi. Maqsadimiz iste'molchilarga sifatli mahsulot yetkazib berishdir. Artel, Samsung va Shivaki kabi dunyoda taniqli kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Artel kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatlari jahondagi yetakchi kompaniyalarning mahsulotlarini ularning barcha talablariga rioya qilgan holda ishlab chiqarishga yetarlidir. Artel sovutgichlari bugungi kunda Ukraina, Qozog'iston, Afg'oniston, Armaniston, Gurjiston, Turkmaniston va Rossiya Federatsiyasi kabi davlatlarga eksport qilinadi. Darvoqe, korxona 3 yillik bepul kafolat, zarur hollarda ta'mirlash xizmati va ehtiyot qismlarini almashtirish singari servis xizmatlarini ham ko'rsatadi.